Barselona, Real Madrid, Liverpool. Bu klublarni ismini eshitgan muxlislarni hammasi bu klublarga havas va hurmat bilan qaraydilar. Agarda bu klublarga raqib bo'lgan barcha jamoalar g'alaba qozonish o'yoqda tursin, hatto gol kiritishni imkonsiz ekanligini tushunadilar. Lekin bizning jonajon O'zbekistonimizda shunday futbolchilar yashaganki, bu klublarga gol kirita olishgan. Mana bugun sizlarga bir sovg'a. O'zbek futboli tarixiga oltin harflar bilan yozilgan gollar. Ko'ring, o'zbekligingizdan faxrlaning. Qani unda biz boshladik. Maksim Shatskiy o'zbek futbolini eng ko'p gol kiritgan o'yinchisi. Dinamo Kiyev klubida to'p tepib yurgan vaqtlarida Chempionlar Ligasi o'yinlarini birida Real jamoasi bilan qarshilashgan edi. Ushbu klublarning o'yinida biz uchun quvonchli voqea bo'lgan edi. O'sha o'yinda Maksim Shatskiy Casillas darvozasiga gol kiritib, hatto Real Madridga o'zbek o'g'lonlari ham gol kirita olishini isbotlab qo'ygan edi. Va kelajakda ham gol kirita olishadimi? Shu haqida o'z izohlaringizni qoldiring. Server Jeparov Barselonani o'sha gullagan davrida Lionel Messi kosmik darajasiga chiqib olgan vaqtda Barselona va bunyodkor jamoalari o'rtoqlik o'yinini o'tkazgan edi. 2009-yili 9-yanvarda Kataloniyada o'tgan o'rtoqlik o'yinini 28-daqiqasida Server Jeparov Barselonaga gol kiritgan va o'yinni durang tugashi uchun o'z hissasini qo'shgan edi. Bu gol bizni yosh avlodga ruhlantiruvchi motivatsiya bo'ladi va gran jamoalarga ham qo'rqmay o'ynash mumkin ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Bu gol esa o'sha mashhur Liverpool klubiga gol kiritgan o'zbek futbolining qiroli Mirjalol Qosimovga tegishli. O'shanda Mirjalol Qosimov o'zini san'at darajasiga olib chiqa olgan jarima zarbalarini qiroli ekanligini Liverpool darvozasiga jarima zarbasidan gol kiritib hammaga isbotlab qo'ygan edi. O'shanda butun dunyo o'zbeklarni qanday kuchga ega ekanligini bilgan edi. Ofarin o'zbeklar, biz sizlar bilan faxrlanamiz. Do'stlar, bizning o'tmishda shunday futbolchilarimiz o'tgan va hozir kelayotgan avlod bular qila olmagan ishlarni qilishini va albatta jahon chempionatiga milliy jamoamizni olib chiqishlarini Parvardigorimizdan so'rab qolgan holda bugungi videomizni yakunlaymiz. Lekin sizlarga alvido demaymiz.